Mana shaharning markaz joyi, bilasizlar, idealni oldi mana burun mana mehnat birja bor edi. Mana bu yoqda bar, bu yoqda mana rayonamiz bor. Mana bu bozorga ketadigan yo'l, bilasizlar. Bu yerda sotiladigan yaxshi restoranimiz bor-da. Hozir uni kirib ko'ramiz, sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'ryapsizlar lokatsiyani. Hozir Sho'rchining sentri, Toshkentning sentri, G'uncha bilan Sebzor, Toshkentning sentri bilasizlar, Sebzor, G'uncha, Ganga, Chorsu. Mana Sho'rchining sentri mana shu joy. Endi hammalaringiz yaxshi bilasizlar, biling mana. Mana shu joyda 8 sotixli joyimiz bor, restoranimiz sotiladi. Hozir hujjatlari bilan tanishib chiqdik, yaxshi joyda hammasi. Faqat ozgincha nima deydi, qarzi bor. O'shani to'lab, sraz nomiga o'tkazib olsa bo'ladi. Xohlasalaring o'zim ham kelib turaman boshlaringda. Hozir hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Xo'p, qaranglar, mana tepasi arendaga ishlab turibdi. Ikkitasi ham, ikkita pas ham ishlab turibdi. Pastda podval ham ishlab turibdi buni. Orqa taraflari bor, $3000 arenda berar ekan. Mana shu tarafi o'zi. Hozir kirib ichkarini obzorini qilib chiqamiz. Mana o'shning barlari bor. Mana ko'chalarni ko'ryapsizlar. Burchatka qilingan. Hamma joyga zo'r lokatsiyasi. Faqat olish kerak edi, ishni boshlash kerak. Bo'ldi. Muammo shu.